Bo'ldi, chaqchaqlarni qo'yisizlar, doktor nima deydi? Doktor nima deydi? Qon oz ekan, qon yetishmaydi ekan, teni ojiz ekan, obdaroq quvvatli ozuqlansin deydi seni. Ma'qulsaqdagi bolani xotirjam yangiydigan ishni qiladi xotin. Juma? Ma'qul hocam, ma'qul deganlar kelsin. Chaqish beraymi? Yo'q, ishlansiz kerak. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kelardi. Qo'zg'alma. Qanday tursiz, acha? Xeyli yaxshi. Ukam doktorga kelganimizni qanday o'qitdingiz? Shu onam telefon urib ekan. Asta. Onam telefon qilishni unutib qoldim ya. Qosimjon daran onamni bexotirjam qilmaysizlar. Ma'qul. Ukam hammani parokanda qilyaptimi? Hay, yaqay acha. Sizning yaxshilik qilganingizni ko'rib, men xotirjam bo'ldim. Biz bek ansirdik. Ay, aka. Onam telefonni men qilib qo'yay bo'ldi. Ma'qul. Ona qancha ansirab ketgan bu? Ona bir dema. Assalomu alaykum Qadran aka. Va alaykum assalom Davud aka. Nega manglar? Mangdim. Kesla, meni vasla, men aprita, kesla. Rahmat. Men bu asto mangay. Sen yo'llanma meni. Ay, qachon menga berib bo'ldingmi? Azikirmisizlar? Pishib aprita, kesla. Kela. Men ashvish degan gapingdan qo'rqaman. Rahmat sana. Menga. Xotirjam bo'lsa, asta aydaymi, kesla. Sizlarga xizmatni qila olay. Asta. Meni qoldikmi? Mindim. Shimot tasla. Bag'diqa? Ya. Qadran aka, men için bulotamda. Shundoq mansaq bo'ldi. Toksiklikni qachon sotib olding? Bugun. Qosimjondan pulni elibla toksiklik sotib olsanda. Bilib oldilar, ha? Men sizning ishingizga aralashmadim. Kelar yili ana pishqanda gapingda yana olmasang bo'lar-jumi? Hay, xotirjam bo'lsa deyman. Biz kimning aladi, ha? Agar shunday namir chiqib qolsam, ash oylimni ko'riga tatigizib, hudud sazay qildirlar meni. Bugun hammanglarni avvar qilyaptimi? Voy balam, bu nim deganlar, ha? Yaxshimanchilik saqlayib qollar, biz shuning xo'sh balam. Qosimjon. Ha, dada. Ro'shangulni quvvatli narsalar bilan obdan baq. Xotin degan bir-biriga kuyinmasa, bir-birini osirmasa bo'lmaydi. Ma'qul dada. Anisi silimi jafo tortadigan bo'ldinglar. Voy ya. Ro'shangul obdan demedan qizim. Ma'qul dada. Siz ensirimsizlar. Doim bir sonda ketadi. Chiqamanmi? Ma'qul. Chiqamsizlar? Chiqilib qo'ydi. Ma'qul. Ma'qul dada. Allohim. Yurganza. Baq qo'qatdan juma meni. Mengamda tutun chiqib ketdi juma xotin. Voy, shuni bir demamiz. Agar doktorxon vaqtida bormasak, nima ishda olib ketadi qo'ydi. Og'zingni eshitmagina, hamma ish o'tib ketdi. Bundan keyin o'zingga diqqat qil juma salomatligingga. Bolamni bir sog' salomat yangi olsam bo'ldi. Salomat yangisa, qara, beshikni ekib qo'ydim. Bu beshikda Farhodjon, Roziya, Erkinjonlar yotgan, endi mabal tug'ilsa bo'lmayapti. Qaysarjonning bolalari yotdi-da. Deganlar kelar. Madara otamda? Yo, medirmi dey. Bunda qilay. Olib boqay. Medirlabdimi? Voy, tepdi. Nerede tepdi? O'ynayotdi. Uxlayotdi bu boqim. Quton. Tushdi. Nima tomoq edaysan? Bulaqmanta. Do'zi. Sil jiqroq etgan.
Davtaxunning akisi o'lib ketdi emasmi? Yana bir berib bir pat o'qib qo'yaylik. O'tgan o'limiga bordiq-ku. Beraveramdi. O vaqt o'limiga borgan bilan da quruq qilib berib keldik. Bu domanda dasxon qilib berib qo'yaylik davtimi. Ma unga suvni quyib olatmadinglar. Yana bir qatimda berib kelamizmi? Ey, tugmandan bir uni bir bakaliq ekilayotgan ekan. Yani azroq uni qo'shib yug'urib etsang bo'ldi emasmi? Hey adam, men bir vonan solma demadim, mantitma deyaptim menda. Go'sh bo'lsa-la? Döt nima kelsa. Ey, mantining jildini qiliroq qilib. Ha. Qishimizga azroq endi basayni to'g'risang tugmadimi o? Nimaç amraqsız o Davud'ga eskiga? Ve? Eski Davud'u diyem ama biz senin umçunu öğretmegen de var. Eski lap. Şıkılıp. Buş merken mi dem şuna deyip. Eski diyen bize köngülü yakşını mı deyme anın deyme sökmeyse. Ey, eskinin qanday köngülü yakşı oldu? Ey, sen uqmağan iken tolu kasılda verme bir işini bir kırnaman. Hey, bana koyla. Sen bak var. Azroq uni aralashtirib suv qo'ysam bo'ldi. Baq chiqib yana azroq basay ekida ya. Chiqib. Ay, bo'la to'l yaqin. Ay, nima stat turdi bu adam. Bu hamıda o digna. Uyda o'tamaydigan bir nima esa bu. Ye, ulan bo'g'a uyda ba'dot daqbatraqon. Davtaxu! Halide? Akam! Vay kardeşim! Benim numaram ki akam! Rüyamda oturuyor ki akam! Benim numaram ki akam! Rüyamda oturuyor ki akam! Vay kardeşim! Davtaxu savr qilinglar. Vay bag'rim! Savr qilinglar, bo'ldi, savr qilinglar. Endi o'lgandan keyindan o'lguni bo'lmaydi, Davtaxon. Ilmo biz 8-10 kun bo'ldi. Endi sakturda yig'laversak. Juringlar uyga kirib yig'langlar, men tang yig'lashib beray. Juringlar. Meni bekrafim menlar. Akam! Vay kardeşim! Savr qilinglar. Akamni o'rdi ki akam! Ha, bo'ldi qilinglar, Davtaxu. Sağ adaş. Ben neçə vaxtdan beri şirketin işleri bilen bu gidip, kooperatifin işlerini sizlere taşlap koydu. Doğru düşünün olacağım. Adaş, seni bizler bugün değilsek olmaydı. Sizden şirket güllep, ronaktapsıla. Ben şunu hoş olun. Qandaqlı olmuşsun, her qandaq işti ben bir vaxtıda xabar tep duray. Eğer ben kerek boğa vaxtda dərələ edip gelirim. Bolu adaş, bolu da. İşlamı herhalde öz yoluyla gidip arada. Bırakın şu oğlunuza. O yana nimdeydi ki? Vay neme deyte. Kıyım hemkarlık kooperatifinin paydasını zavut için optu. Ha. Kıyım bizler özünden haltısı soludu. Kıyım hem de paydını ağrı pəsun digende gepler. Ben o bulunun başındaqdaydı qallığını vurulup pərəsin qaldı. Lopta, o sözlər versin. Kim biz paydını ağrı bəgəndə ağzı besila. Şu emasmı? Bu hesapla hemiz eniq dursa. Hey? Davut görünmeydi o. Onun gepini demanglaş, onun gepini demangla. O vurullu qilib uyda yetib ölüp, kesel olup qaldım deb işlerimizni aqsitib qo'ydi. Şunun bilan o'rniga boshqa birisini yengishli etdi. Hey Davut. O neymiş qışına qıladıqanda? Men hiç bilmedim cuma adaş. Bombası onunla qo'limizdan kelish yaxshilikning hammani qildik. Boptu. Navada o yani işleydim deb kep qalsa, onu işqi elanlardı. Çünkü onun uşaq balları var emasmı? Adışım, shunday gaplarni berdim angla. Men uningdan aran qutuldum. O faqat yaxshilik bildigan odam emas ekan. Baldı. Ko'nglini tushunma. Biz undaq demayli. Yaxshilik her kişinin işidir. Yamanlıqda yaxshilik her kişinin işidir degan gap var emasmı? Akam! Amin. Akam! Allah.
Sabır qilinglar. Akam. Tataxu. Bo'ldi qilinglar. 7 nazirsini o'tkazib bo'ldi. Endi yig'laversanglar bo'lmaydi deymanda. Bekraxon. Ha? Biz qarindosh bo'lsak. To'yning nag'munavasi, o'limning hassa degan gap bor. Uni tog'dek bakam o'lib ketsa, ishkimiz bishimi demasam settomamda. Settomam deb ketkinmi? Tataxu, men bilmaydigan akuf emaslar. Bunchalar hozirchib ketgidek hayot vaqti izitishmi o'tmaydinglar. Yilg'i yilcho taqa. Miros talishib tas qoldinglar. Bir-biringni o'ttirib etgan. Bo'ldiqlar Bekraxon. Faqat anglab qol sep turdi. Eskat ödün çıkıptı o degandek. Sizler menden alsoğunu keldiniz mi ya? Edemden yığınlaşmaya keldiniz mi? Alsoğunu keldin? Alsoğunu biraz kep kıysa yığırınla içilip kaldıkken ha? Hay, çaya çıkar çay. El al. Kene, bak. Yelimiş gibi bakkaç oturanlar. El al. Quruq kelishib, avar olishaplar. Voy, helim mana ana deb bir vaqt o'tkab bo'lmay ketdi Xolidam. Qani, ilk. Endi bu bizning olib ketdi. El al. Az. Hoşma efreyim sen. Ya Bismillah. Man, o'xshatdim anta. Yanla. Voy, ostaroq yeslar g'allira turib qolmasa yana. Çay koy. Elon? Elon. Kızık Elon. Çay bilen ha. Elonlar. Kapat. Ha? Bakınlar. Ne var mı? Bir meslek var bakınlar. Meslek? Bakınlar. To'xtanglar. Ya bakınlar. Nim gap bor deyman. Nada deyman la. Mush kelin nima maslahatlashadigan u? Voy data nima bo'ldinglar? Yingildi jon qolmabdi. Ta. Data qo'y. Dimimsil deyman. Mana az gap qilib deyman mana. Ya hazrat. Voy. Data qo'y. Nega? Chamg'u kimizg'anga urkol qo'shmaslar? Ma cho'ng maslahat bor, yo'q mangildi. Mana. Ya hazrat, nimaga bu odammish adashdim? Voy. Dataqa. Sen bu baq kirib degidek zat nima gapda? O'tirlar. Ha? O'tirlar. Mana gap Bekraxon. Ha. Mush uzundan bir ishim saqlab kelayotgan. Hech kimga demagan bir gap bor. Seni o'skirib deydi-avdiman. Ha. Damla. Masını o'skirib deydi-man. Hech kimga demoqchimadash. Hatta xotinimi bo'lsin. Voy demayman. Ma kelib qoldilar, qattiq qilib Bunun için chiqdi. Yo Allah, voy adash. Eski paytimda gapni so'ravermay, gach deymamizlar. Mana deydi-avdiman bu, ha? Ma ishtimaqo, sizlarga bu ancha uchun nap deydigan ish ma bu. Voy yurka, magi palda mening yurkam yerilib ketaydi avtida. Yurkim yerilib tugab ketib qolsam, akanglar bir ko'mib qo'ygandek ko'mib qo'yasiz jumadash. Yo'q, gapni qilgan ma bu. O'zing bilasan bu, ha? Bizning ochiq dadillarimiz, pomuchkulab, noyt pay o'tganlar. Uf. Yo, ma gapni og'adash, men ming qatim deydinglar dash ma gapni. Eg'izni qarashma, jim turib turinglar. Ayni vaqt bor bu. O'sha bog'ning o'rnida cho'nidan Rahmat Sog'on hashamatda cho'g' bir qo'rg'yapti. Siz bilamsizlar? Men biyasining cho'ndadangning ag'ini somsam qanday esimda bo'ldi mening? Hey, sen bilan biz kichik vaqtimizda bog'da o'y. Albatta esingda yo'q-da. Qiyilari bor-ku. O'sha boy pomishlarning mollarini musodir qiladigan ish chiqibdi ekan. Shu chaqda cho'ndam rahmatlik mol dunyosini tortqizib qo'yishdan ansirab, o'zining oltin kumushlarini o'sha uyning ostida ko'mib ketibdi ekan. Ondan bog'u
Ha öyle konurap ketip, ha? Oş altın gümüşün hammasi. Oş qıpqan gep. Bu ölçek qildi emasmi? Müşahidimi? Ha? Mında danglar. Ma ürükning g'azonlarinimda sop-sariq sag'irib ketdiki desam, mush yak ko'mgan oltin kumushning ta'siridan shun sag'irib ketgan-da ürükning g'azonlari. Chaq qilma deyman ishqa. Endi baqo, osh oltinni ko'lab topadigan, mag'zin chiqadigan payt yetib keldi deyman. Voy, mush gapmi-da? Voy, kichik gap emas, yo'g'on gapmi deyman. Ey adash, bu oltinlarni ko'mganni ko'rgan odam bormikan? Dadangni ko'ribdikanmi? Yoki akangni ko'ribdikanmi? Oldidan bu rasmi yolg'onmi? Man armansizlar. Nima deydi-ki debdi bitaqa? Hey, dadam ko'mabdikan. Lekin cho'l dadamning hey isit oltinlarim, musha ko'mbatmasam bo'lmadi deganini anglabdikan. Dadam kichik tursa u chaqda. Dadangni nima ish qo'lmabdikan oltinni? Dadammi shu, ko'lsam boshqa musodir qil deb qo'qab ko'lmabdikan. Keyin zaman o'shalganda, "Ani ko'laymi, meni ko'raymi" degicha do'ppidi o'lib qolgan gap. Ha, Davtaqo. Ma ishni akangni bilamdi ya bilmamdi? U Baldurni uy olib chiqib ketgachga bu ishni xilpalda uqdi. U necha qatim degan menga, o'shani ko'lab baqilay deb. Men unamagandim. Yana bu san bo'lmaydi deb. Agar u ko'lab topgan bo'lsa-ku, hammani o'zi egallab olib, menga tirnoqchikim bermaydi. Nima ish qildinglar? Sen degan uyning kichigi, birasini hammani sen olding, oltinni men egallayim deb bermaydi menga. Qattiq ensirgandim. Mush akamdan kiyilib kelsam qanday qilaman? Oltin o'sha qilib qolaman deb. Ta'lim borkan. Undan keyin qoldim. U mendan burun o'lib ketdi. Mening vaqo rasqimdash egisi yo'q, o'sib ketgan. Ta'lim borkan. Manda danglar. Texe. Voy akam, bag'rim akam, jenim akam deb yig'lab ketganlarini qanday qilay texe. Voy Allah, voy Allah. Yo'qdan shitib ketib gap qilmanglar deyman. Jazza qaytib. Anda bo'lsa, qanday qilamiz emsa? Manda qilamiz. Voy Bekraxun. Bu nima qirqitib bu baq chiqmaysiz, nima qilyapsizlar? Voy xotin. Biz ma bog'da bizda havoyigach mungdishyapmiz. Chiqishda chiqamiz. Eli chiqdi. Ha. Tova. Hey, adam o'lantatisi kelib havoga otamsizlar. Mamamda. Bana ishing qilyapti. Hozir chiqdi. Ha. Bo'langlar. Siqidimda. Anda gap Bekraxun. Ko'laligini ko'rdingmi? Ikkichini ko'lab baqtab, qirg'a boshlaymiz. Kuchim yetmadi, erib ketdim. Shuni sizlarni ko'lish bilamdiki, davtimi. Davtaxo. Maqdiringni qammagan ekan, osmonda g'azning sho'rib nanchilab ichivermay, unda jonga tushliq ish qilib, men jonni qijlamay o'tmaylimi? Tavba. Hey, sizlar shu oltin balig'iga ishonmayapsizlar? Men deb qo'yay, mushada oltin cho'qim bor. Bir kunlar uni tepalaman. Tepagandagi bag'o, ash qiyim degan qilandani oldida, ash oliy mashinada birnalab, ash g'aqirtib, haydab, kuzda uch chiqib o'taman. Yo'q, ash hamkor qibrat bir qurib, kapraptiki manda oldu deb ko'zi ko'sib qo'yimman. Ha. Unda gapam edi. Shu chaqda. Hey, ko'lish bersam bo'pti ekan. Biram moto bo'lsa men ulardim deb ko'zini qizartib qarab o'tamanglar yana. Ha. Qanday? Bo'pti. Ko'lish bersammi, ko'lish beray. Agar ash oltin chiqib qolsa, men qanchalik berisizlar? Sen de men ayaydım. İkimiz jim ağın oğandıkın bak o. Sana 1 kiloga 100 gramdan berey. Anda. Arama. Hey. Başlık 10 gram altın bersem 10 gün ko'lab birda. Senin ağınımken qo'ynada tugas qo'njanga deb sana berey davtım mani kuyunib. Ha, anda. Davtaqo. Yani ko'lsaqmi, ko'laylar. Altın çıkmay qolsa qanday qilamiz? Asta. Voy, tegishimni otamsizlar. Men bodiga dekin mushada cho'qim bor deyman, ha? Ajab beshimni qaydirib o'tdingiz Davtaqo. Menda qilaylar. Bugun men kechda men qaytib berib, bir kecha rahatsizlik o'ylish bo'lay. Undan keyin ati javob berajman. Astagfirullah. Aras. Sizlar bu endi ko'layim deb yurib,
Qotanda ishlamamizlar-da. Qayg'ina ayla qotanning gapini. Adamni eshik tekshirtib, o'tirdi-ku haq. Ishlamang bo'ldi-da. Men bag'o, mush oltinni tepasam, ay yo'g'on hamkorlik qilibdan birini qurib, shaqatni uzib ishiltimi? Qanday? Ha. Qanday? Men aldı bilan inimiz Mahmudjonning shirkitimizga a'zo bo'lganligini qizg'in qarshi olaman. Bizga mana Mahmudjondek tirishchan, iqtidorli yigitlar to'limi zarur. Sening shirkitimizga bir kishiga has qo'shadiganligingga, shundaqla istiqbolingni mana mush shirkatdan topadiganligingga to'liq ishonaman. Rahmat Qiyimka. Men cho'qim umidingizni yerga qo'ymay, tirishib yaxshi ishlayman. Qiraatxonning ishi muhim ishdi. Sen bu yoq yenib kelib, qiraatxonning ishi keyniga desab ketmasa. Xotirjam bo'ling Qiyimka. Qaysarsizlik demidimi? Men u yerdagi o'rnimga Navrinini qo'yib qo'ydim. Umman o'xshash bir kitobxumar, tirishchan bo'lib oldi. Yetishmagan yeriga men avu deyishib, maslahat berib turmayapman. Unda yaxshi bo'pti. Amsa o'zimizning gapiga kelaylik. Hozir zavod qurilishi asosan bitib qolay dedi. Endi mushu sovuq ichimlik ishlab chiqarish uskunasini setib oladigan ishga oldirmasak bo'lmaydi. Qaysarjon necha vaqtdan beri vaqtining yorib berishcha tor orqali uskunlarni bir aqor tekshirib chiqdi. Lekin Mahmudjon uka, sen mushu murakkab uskunlarning ichki qurilmasi, iqtidori, chidamchanligi haqida hozirgi bizning ahvolimizga, sharoitimizga mos keladigan yaxshi uskunlarni tavsiya qilmasam bo'lmaydi. Nachar, saxta uskunlarni setib saqlanaylik. Gulmira sana yordamlashsin. Qaysarjon ikkimiz zavod qurilishini tekshirib o'tkazib berish, sovuq ichimlik bozorini tekshirish, bozor etish qatorliq ishlar bilan mashg'ul bo'lamiz. Vaqt bakmiz zich. Shunga qish kirib ketishdan ilgari biz mahsulot ishlab chiqarib bozorga solmasak bo'lmaydi. Bo'ldi Qiyimka. Men cho'qim eng yaxshisini tanlashtirishim. Bugun gap mushagicha bo'lsa. Qaysarjon, ikkimiz qurilish o'rniga yana bir berib kelaylik. Ma'qul. Sen shunlardan boshlayveramiz. Bo'ldi. Gulmira, yiliq material olib tur, ha? Ma'qul. Acayip qiyin demin ma çoğundan degan kasofat, ha? Hey, oltini va bayvogan bilan kallis faqat ish bergan çoğundanmiki. Bu oltini kimgendikin, kimga yig'manda bir belgi qilib qo'ysa, men buncha qishnolmay turmasam deyman. Taqwa. Sizlarga kallang ishlaymaydi, o'ng'i faqat eshkansiz mi? Bo'ldi. Bu cho'ngdadan uni belgi qilib qo'ysa, hammadan topmamdi ne? Hey. Şu boshqalar uqmaydigan, bu shu menni bildiran qilib belgi qilib qo'ysa bo'lmadim deyman. Bir kağıdı bakalım, uşuk şu. Gel oldum hem de. Taho. Bak girip gittim ben. Ussap qaljırap ketdim. Öy kirib bir çay demlep chiqinglar. Aras. Halid ham bado uyda. Ma qo'saq ichib angrab ketdi. Lag'ma aytayotganda ha? Ya Allah, bu qiyg'a ishonlar taynoq qo'saqdan gibi qildi ekansilar. Ey, bayatdan taqa yo'g'onchiniga 2 dona chinab yedinglar-ku. Yo, hazrat, ma gapni qarang. Ey, adash, qachonqi nan tuva? Dapchasi ovoz chiqdi, qattiq nanni ekirib qaynoq suvga tishlab bir qo'saq turamdi undan degan. Unda oltin ko'lgan ekan. Go'sh, pula, unda lag'men bilib baqmamsiz demna. Ey, bu oldi bilan bu oltinni bir topmaylimi? Anda yemem de o goş poloğlarını, ha? O halk kanadını ödü bulmasa, ha? Görüyorlar? Ya, gip oğlamcık gel. Ha, buldu. Ben meyen ko'lab turay. Siz dik kirib, ay navatның yo'g'undan selib, atның qanday qilib bir choy demlanglar ustotmaydi o. Oy, maqı bayg'ujam, maqı bigim. Ha. Men yili demlab chiqay. Ha, kichkina ko'libni endi demlab chiqay, ha? Maqla. Ko'layli. Kasofat, oldu. Nerede o gıyte?
Taqo. Ha? Nima bo'ldi? Nima gap? Mikrofon nima gap? Men deyman. Agar mush men ko'laga yerdan 10 kilo oltin chiqib qolsa, menga 1 kilo bersizlar. Yo'q, gap degansizlar. Bu ikkimiz el ag'in tursak, 1 kilo demay 2 kilo denglamanda. 2 kilo? Ha. Mush gapinglar rostmi? O 2 kiloni. Mana 2 kilo berdim. Ashta bo'p qolsa, nada. Men bog'a. Xotinni birini almashtiray deyman. Xotinning chiroyli xotinimniga almashtirib, u ashta bir yangislab baqay deyman. To'xtanglar. Sizlarga bir 3-4 xotin almashtirdinglar. Mening shu bir xotin bilan umrim o'tib ketdi emasmi, dash? Qo'yanglar, Bakraqon. Dadi kichik deydigan. Da cho'ng-cho'ng ishlandinglarmi-da? Cho'ng-cho'ng? Ha. Masalan, qanday cho'ng-cho'ng ishindaysizlar? Agar baba, mush oltin chiqib qolsa, eng oldi bilan Olipran, poyuz, Mitsubishi, aviamatka degan sotib olib, cho'ng-cho'ng davlatning sayt chiqib sayohatga. Masalan, Qo'njirab, Qo'rg'as, Amerika, Vengriya, Polsha, Misr degan davlatlar bor-ku. Asha chiqib sayohat qilib o'ynaymiz. U yer deganda bor-ku. Kinoda ko'rganmi? Ular sayyohat chashlar, qizlarni. Ashlar bilan bor-ku. Nikonos, pokkara kirg'or deb so'zlashib, "Dao, sayl qilamiz deymiz, sayl o'ynaymiz. Yashaymiz manda." Yo'qlik emaslar. To'xta. Mening Qo'rg'as degan davlatga ancha chiqim yo'q. U big'jiroq deydi yani. Mening ma yiqiroq mundaq be, ko'zga yiqqan mundaq. Ishtikroq qaytib kelgan o'ldigan mundaq. Natilqi Fransiyaga borg'im bor, Fransiyaga. Ahmaq, Fransiyadan borg'u, nima? Kanada yaxshi ekan. Shu yerga chiqile, shu yerga. Sen Kanadaga chiqivra bo'ldi. Kanadaga sen chiq. 2 yil arilib 2 yana ko'mimda. Anda olsa adash, anda olsa. Bu sizlar meni Kanadaga ustib qo'yinglar. Men sizlarni Fransiyaga ustib qo'yay. Endi kelgandan keyin borg'u, qaysi yaxshi chiqimiz bunda. Biz deyishlar. Ularda bag'andek qo'limiz anda bo'lsa biletni saylayotsa da yo'q gap degan hamma chiqmay mendan cho'ngib keladi o'ynab baraman qara uydigan jonqara sen ko'tarib uzar mana ag'in tursak mana mushiring bo'ldi-da, mana mushiring bo'ldi. Oldin yana bir xiyolim bor. May meldim bor tip chiqib tuzib yutib ay rat o'ylin salamiz ma qiyim degan qilamdani qung tip jonqaliq yo'lsil yutma. O kadar değilim da bizden kadımızda yarışalım tıkıya gibi var. O vakti bu mahalle bunda yüzüp duruyordu. Bu bazar şekillendiriyordu. Zavut kurumuz, zavut. Bazar. Bunu kodemde işletimiz. Zavut kurup. İşletsek yüzden başkarma. Sen mi? Neydi? Sen aşını başka. Ben hem de kattı bayı oğan diken. Ben bana o nazaret koyunu, nazaret. Avup kalsa benim yürküm yerilip gider mi daha? Hey. Yürkün yerilsin mi hatırcam bol. Ben de altın boğan diken üzüm davalttım seni. Yürkün hatırcam yeriliymesin ne buldu? Günde top tarat kilisler, aldıraşlı deysler. Nimişkin hatırlankın tan o dağıtağın bile. Kutun, biz vağı hazır. Ma kıymağındaki vağı kooperatiften birinin kuruşuk tayarlıklı vatımız. Nima? Tolu bir külgümlü keltemenler Bakraqon. Sizning ya aqiyimkamdek pulinglar bo'lmasa, nimangni qursli kooperativ ne? Ma bizni adamdan so'rsam, hamkorlik kooperativ quryapmiz deydi qarslar. Bu zot nima ish qilyotgandi? Voy shuni deslar Xalchxon. Men sizga rost gapni desam-chi, ular bizning bog'ning ishini ko'latadi qarslar. Bog'ning ishini? Voy nima ish qilyapsizlar desam, og'zingni yum ishini qildab turib oldi. Bekroq kirishlasam tayoq yemam deb qo'rqdim. Azizane